Bugun Ramazonning ikkinchi kuni. Hammaga salom. Bu Baby Nilushkani bir kuni Rossiyada. Bugun saharlikka hech nima yemadim, appetitim yo'q edi. Bitta suv ichib, og'zimni yopdim va kirib uxladim. Ertalab soat 11:30larga turdim. Qarasam agar shunaqa krasota, milata mani встречать qildi. Ertalabdan настроениемni ko'tardi va tezda yuz qo'llarimni yuvib, sizlarga shunaqa настроение bilan videolar oldim. Video oldim, ton montaj, ozvuchka qilganimcha уже kech tushibdi. Tezda dush kirib chiqib, bugundan kitob o'qishni boshladim. U yil kech boshlagandim o'qishni, shu uchun chala qolgandi. Shu yil o'zimga cel qo'ydim, polностью o'qishni nasib bo'lsa. Shu bilan iftorlik vaqti keldi. Shu ertalab saharlik qilmaganimga shunaqa och qolgandim. Shu uchun bitta burgerchani yedim. Sudalarni yuvib, ujinga ovqat qilishni boshladim. Sizlar ham kechangi ovqatlaringizga ikkinchi hayot berasizlarmi? Storisimni ko'rganlar tushunadi. Erim kech keladilar deb bismillah deb bilinchlarni ham boshladim. Qaranglar, professional bo'lib ketyapman. Birinchi, ikkinchi, uchinchi turlar har xilidan bor. Serdechka, perdechka ovqat bilan bo'lib hech nimani sezmabman. Tashqarida shamol, qorlar yog'ib yotibdi. Ujinga bugun makaron kabob. Mana erim va sumsukchalar ham keldilar, bozorlik qilib keldilar va hammamiz birga ujinga o'tirdik. Men o'zim ovqat yemadim, faqat perkus qildim, shtobi saharlikka ovqat yeyish uchun. Mana shunday qilib, ro'zamizni ikkinchi kuni ham tugadi. Batta makiyajlaringizni o'chirish eslardan chiqmasin. Всем пока.